Afsuski ahvoli og'ir, achinarli. Mashinaning tagiga kirib ketdi 2 yosh go'dak bolalar. Joriy yilning 2-aprel kuni soat 17:10larda Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, shu kuni Davlatobod tumani Porloq mahallasi Islom Karimov ko'chasida haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan Yangi Namangan tumanida joylashgan 2-sonli maktab o'quvchisi Nexia 3 rusumli avtomobilni boshqarib borayotib, harakat xavfsizligini ta'minlay olmasdan yo'lning qarama-qarshi tomoniga chiqib ketib, o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Chakman rusumli yuk avtomobili bilan to'qnashuv sodir etgan. Hodisa oqibatida Nexia haydovchisi va old o'rindiqdagi yo'lovchi sinfdoshi og'ir tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Surishtiruv ishlari davomida ma'lum bo'ldiki, Nexia haydovchisi o'ziga avvaldan tanish bo'lgan 11-sinf o'quvchisidan ijara evaziga 2 soatga mashina haydovchi yigitlarni topib berishni so'raydi. O'quvchi esa 2-sonli maktabning 9-sinf o'quvchilariga bu taklifni beradi va ulardan jami 220 ming so'm pul oladi. Pullardan 70 ming so'm qismini o'rtachi bola, 150 ming so'mini esa avtomashina egasi oladi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Nexia 3 avtomashinasini bolalarga ijaraga bergan shaxs o'zi ham ushbu avtomashinani ijaraga haydashi ma'lum bo'ldi. Ko'p narsa o'tdi ichimdan. Nima deysiz, u hozir o'sha o'lim bilan olishayotgan bolalarni ota-onasi? Kechirishingni so'rayman. O'shani undaman, qaytib takrorlamayman hech qachon. Siz 70 ming so'm pulni olib nima qildingiz? Kompyuterxonaga kirib, kompyuter o'ynashga ishlatdi. Bu o'rtakashlikni oqibatlarini men bilmaganda, onamning yuzini yerga qaratib qo'ydim. U yaxshilikka olib bormas ekan oxiri. Mana bugun men o'sha narsani o'z ko'zim bilan ko'rdim. Farzandlarining qilmishidan otalarning boshi egilgan bo'lsa, onalarning yuragi dosh bera olmay shifokorlar yordamiga muhtoj bo'lib qolishdi. 220 ming so'm miqdoridagi pullar 2 go'dakni mayib majruh bo'lishiga, ota-onalarining uyatli vaziyatga tushib qolishlariga arzirmidi? Vaqtida berilmagan tarbiyaning achchiq mevasini ko'rayotgan otalar ham bugun pushaymonda. Hodisani ko'rib, ayolim o'zini yo'qotib qo'ydi. Shok holatga tushib, stressga tushib qoldi. Bu hodisani hech kimni boshiga solmasligini so'rayman Xudodan. Juda oqibati ayanchli. Video rolikni ham ko'rdik avariyani. Allohim ikkita go'dani umrga, rizqiga bersin, tuzalib ketsin ilohim. Ota-onasidan ham uzr so'raymiz. Ming pushaymonman. Mani o'g'lim Abdurahmonga o'xshab ijaraga berayotgan bolalardan iltimos qilaman, bermadi. Yosh go'da bola nobud bo'lib ketibdi. Ayanchli oqibatlarga olib kelar ekan bunaqa narsa. Avtomashinaning old o'rindig'idagi o'quvchi shifokorlar tomonidan ko'rsatilgan tez tibbiy yordamlar natijasida hushiga keldi, ammo bu uning ahvoli yaxshi degani emas. Hozirda uning holati nazoratda. Saboxonov Abdurahmon reanimatsiya bo'limida yotqizilgan. Reanimatsiya bo'limida muolajalarni olgandan so'ng bugun 3-aprel sanasida ahvoli stabillashib, bolalar shikast bo'limiga o'tkazildi. Diagnozi shu yo'l transport hodisasi bosh miya shikasti, bosh miya latlishi, pastki jag suyagini sinib silishi, chap bodir suyaklarini yopiq sinib silishi diagnozi bilan yotqizilgan. Hozir o'sha muolajalarni olmoqda. Ahvoli o'rtacha og'ir holatda. Rul boshqaruvidagi bolaning hayoti uchun shifokorlar kurashmoqda, ammo holati og'ir. Shifoxona yo'laklarida esa bolasini omon qolishini so'rab duo qilayotgan ota-onalar uyqusiz tunlarni o'tkazishmoqda. Bemorimizda bosh miya yopiq shikasti, son suyagini yopiq shikasti, ko'plab tanadagi jarohatlar sababli bizni reanimatsiya bo'limida yotibdi. Ahvoli og'ir, achinarli. Nexia 3 urilgan yuk mashinasi haydovchisi 30 yillik tajribaga ega bo'lsa-da, hamon rulga o'tirishga yuragi dosh bermayotganini, bo'lib o'tgan hodisa uni qattiq xavotirga solganini bildirib, ijaraga avtomashina beruvchi kimsalar va farzandining tarbiyasiga loqayd ota-onalarga murojaat qildi. To'xtatishimiz kerak. Qachongacha bu narsa davom etadi? Iltimos qilaman, ijaraga beruvchilar, o'ylab ish qilinglar, o'ylab beringlar, arzimagani 100 ming, 200 ming pulli deb bolalar nobud bo'lib ketyapti. Men o'zim rolda kelib turib, yuk mashina bo'lsa meniki, yuki bor orqasida tormoz bosib, men o'zim qanchalar stressga tushdim, stress holatiga tushdim. Men uni tasavvur qilib bera olmayman, sizlarga tushuntirib bera olmayman. Iltimos, hurmatli ota-onalar, bemavrid bermanglar, avtomashinalarga ishonmanglar bolalarga.
Bu ikki o'quvchi, ikki go'dak endigina hayotni tushunishni boshlayotgan bolalar edi. Yelkalarida maktab sumkasi, qalblarida esa katta orzular bor edi. Hech kim ularga avtomashina boshqarish mumkin emas, hali vaqtli demadi. Hech kim ular bola-ku demadi. 220 ming so'mga bolalarning bir umrlik sog'ligi sotildi. Bu hodisa hammamiz uchun saboq bo'lishi kerak. Bir necha soatlik daromad uchun bir nechta hayot xavf ostiga qo'yildi. O'rtachilik qilgan bola ham, avtomobilni bergan haydovchi ham, bilmasdan guvoh bo'lgan kattalar ham bu fojiada javobgar. Hurmatli ota-onalar, farzandingiz maktabda haqiqatdan nima bilan band? Darsga qatnashyaptimi? Darsdan so'ng qayerda yuribdi? Kimlar bilan? Nima maqsadda? Shularni bilib olish sizning burchingiz. Chunki bir kunlik befarqligingiz farzandingizni butun umrga halokatga yetaklashi mumkin. Avtomashinani pul evaziga bolaga ishonganlar hushyor bo'ling. Endi bu harakatingiz jarima bilan emas, jinoiy javobgarlik bilan baholanadi.